Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Chorva qoramol ishqibozlari, semental ishqibozlari, halol baraka obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga chorshanba 2025-yil 12-noyabr. Biza Toshkent shahri Uchtepa tumanidamiz. Shu yerda 3 bosh buqachamiz bor. Mana bir chekkadan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz hurmatli obunachilar. Videomizni yoqsa albatta like tugmasini ayamaysizlar. Kanalimiz mehmonlari, kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Hurmatli obunachilar, mana birinchisidan boshlaymiz. Bunimiz gibrid cho'rni pyoster bilan seleksiya qilingan, yoshi 5 oylik, bo'ylari 1.13 hurmatli obunachilar. Yedishi, ichtisi, tan joni sog'ligi, hamma narsasi joyida xudo xolisa. Mana kalla qismlarini qaranglar, mashalloh deb qo'yasizlar, molimiz yoqqan bo'lsa. Mana ko'kriklari. Mana shunaqa stakan tuyoq deyishadi, mana stakan tuyoq. Ililarni baquvvatligiga e'tibor beringlar hurmatli obunachilar molimizdan. Mana. Bularimiz to'liq sutdan chiqib bo'lgan. Sutdan chiqarib yuborganmiz bularni. Nima bersanglar yeydi xudo xolisa bular. Bemalol olib borib, mana tarbiyalab olib, o'zim katta qolaman degan aka-ukalarga mana. Gibridda injig'i hurmatli obunachilar. Xo'p, mana sementalimiz. Mana sementallarni qaranglar hurmatli obunachilar. Kallaga qaranglar. Kallani o'zi bir jahon. Mana quloqlarni ko'ryapsizlarmi mana? Haqiqiy mana o'sha avstriyskiy sementallar. Ililarni mana. Oyoqlarni yo'g'onligini qaranglar mana. Jonivor. Mana orqa korobkalar. Uchalasi ham sutga to'ygan hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, aka-ukalar e'tibor berasizlar molga. Ana mollarimiz. Mana sut qismlarini ko'ryapsizlarmi? Mashalloh. Mana qo'l yetmaydi mana. Jonivorga qo'l yetmaydi orqasiga. Buni ham yoshi 5 oylik, buni ham bo'yi shunaqa 1.13 hurmatli obunachilar. Ko'kringni ko'ryapsizlarmi? Mana baqbaqalar, ostagasin baqbaqalar jonivorda mana. Ay, jonivor. Xo'p. Mana 4.5 oylik hurmatli obunachilar. Buni bo'yi 1.7. 1.10 ozgina yetmayapti buni bo'yi. Bo'yi 1.7. Orqa qismlariga e'tibor beringlar buni ham mana. Bitta ham pachog'i yo'q mollarni. Mana iliklarni. To'sin oyoqlar. Shunaqa stagan. Uchalasi ham to'qol hurmatli obunachilar. Buni bo'yi 1.7, yoshi 4 oy, 4.5 oylik bunisi. Mana. Jonivor. Mana baqala. Mollarning sifatiga e'tibor berasizlar. Zo'ri zo'r baribir hurmatli obunachilar, tan olish kerak, zo'ri zo'r. Jonivor. Hamma narsa Allohdan sababini qilsanglar, zo'r mollar bo'ladi mana shular xudo xolis. Uchalasini ham yedisi, ichtisi hammasi cho'tki uchalasini ham hurmatli obunachilar. Jonivorlar. Xo'p, bularning narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, mana ikkala sementalimizga 51,5 million so'm pul so'ralyapti. 51,5 million so'm dastavkasi ichida, 12 ta viloyatga dastavkasi ichida 51,5 million. Opisaniyada telefon nomerlarini qoldiramiz, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunimizga 23 million so'm pul so'ralyapti hurmatli obunachilar. 23 million so'm. Bunimiz gibrid.
Gibrid bo'lganda ham allambalog'i mana. Mana uchalasini bir joyda olaman degan aka-ukalar. Chiroyli chegirma qilib beramiz, uchalasini bir joyda olsanglar. Ha, sementalli kichkinalarni qidirib yurganlar. Anchadan beri mana sementalli kichkinalarni chiqmayotgandi. Polvon ikkalasi ham mana. Nima bersanglar yeydi bu jonivorlar. Mana bitta 4 oylik, bitta 5 oylik semental. 51,5 million so'm kami bor buni, hurmatli obunachilar. Ikkalasi bir joyda. Bunimizni 23 million so'm cho'zuligiga e'tibor beringlar, gibridni jonivori. Inshaalloh. Zulu. Qiziqarli aloqa ichi qurasizlar, hammaga rahmat.